Chinakamiga u vahshiylashib qolgan edi. Yaqin 6 oy birov bilan gaplashmay, odam sifati yotib turmay, issiq tatimay shu ahvolga tushgan edi. Tursunboy bolam, dedi jon holatda Ikromjon. Tursunboy bu gal joyidan qimirlamay turib qoldi. Ikromjon bora solib uning bo'yniga osindi. Qo'ltiqda oyog'i yerga tushdi. Bir oyoqlab turib uning yelkalarini silar, peshonalaridan o'par edi. Yuragim qinidan chiqib ketayotganga o'xshar. Jon holatda uyim tomon yugurar edim. Akamning quchog'idan chiqdim u bo'ynimga osilgan onamni bag'rimga bosdim. Shunda oyim tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketganini og'riq bilan his etdim. Ro'moli yelkasiga sirg'alib tushgan, sochlari duv oqargan, bilaklari kosovdek qorayib, ingichka tortib ketgan. Xiralashgan ko'zlaridan duv yosh oqar. Nuqul bolam, jon bolam deb yuzlarimni silar edi. Baribir vahima bostirib kelaveradi. Har xil o'ylardan miyam g'ovlab ketgan. Oyimning ehtiyot bo'l degan ovozini eshitganday bo'laman. Sim to'siq oldida soqollarini xilpillatib turgan askarlar ko'zimga ko'rinadi. Valensiyadagi kinoni aniq ravshan tasavvur etaman. Xayolim dahshatli manzaralarni chizadi. Og'zi menga qaratilgan miltiq boshimni qayoqqa bursam o'sha yoqqa buriladi. Yuzimdan shu ter quyiladi. Yil dekabrining boshlarida Qoraqat kelganidan rosa 1 yildan so'ng yog'in sochinli kunlarning birida tersotalik Normat polvon bir oyog'idan ayrilib urushdan qaytdi. Urushdan majruh bo'lib qaytish odatdagi voqea bo'lib qolganligi uchun hech kim uning mayib bo'lib qaytganiga ajablanmadi. So'nggi 3 yil ichida urushga soppa-sog' ketib, biron mujasidan ayrilib qaytish hodisasi tez sodir bo'lib turardi.